Assalomu alaykum qadrli baland tomlashlar. Nabjon Nurmatov live kanaliga xush keldingiz. Ya'niki bugun sizlarga mana shu bug'doy sotiladi. Ko'ryapsizlar, polya polni pishib qolgan. Şöyle 5 gektar. O'rildi nasibsa inshaalloh birinchi uchratda video qilib qo'yaman, nomerlarni qo'yaman, telefon qilasizlar. Hozirgi lay quyayotgan apparat, ya'niki layg'ish quyadi, shu apparat sotiladi. Shu yerda videolarni qo'yaman. 30 ming so'm, ya'niki arzon bo'ladi. Pastdagi nomerlarga telefon qilasiz. Batafsil adresini ham hammasini so'rab telefon orqali kelishib olasiz. Ya'niki u lay qanday? Bunday hozirgi quyayotgan layg'ishlardan emas. Uning layi qarilib, polni hammasi ko'rsatiladi. Aralashib, xuddi mana layg'ish qo'lma quyayotgandek katta apparat quyib ko'rsatadi, hammasini shol sotiladi. Kimlargadir interesi bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilasiz. Srochni, ya'niki 30 ming so'm yana arzon bo'ladi. Bittadan like, obuna bo'lishni ayamaymiz. Kommentariyalaringizni yozib qoldiring. Ya'niki yaxshi videolarni Nabjon Nurmatov kanalida kuzatib boring. Biz sizlarga nasib qilsa qo'yib boshqa harakat qilaman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.